Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, efirda Toshkent telekanalining teletahlil ko'rsatuvi. Mamlakatimiz poytaxti Toshkent shahrining barcha hududlarida bugun keng ko'lamli qurilish, obodonlashtirish ishlari, aholi turmush farovonligini yuksaltirish yo'lida qator ishlar amalga oshirilyapti. Ana shunday ishlar Sergeli tumanida ham amalga oshirilyapti. Keng islohotlar yo'lga qo'yilyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Aynan Sergeli tumanidagi bugungi o'zgarishlar, xususan mamlakatimiz rahbarining yaqindagi tashrifi soha vakillari, xususan tumandagi barcha mutasaddi mas'ullarga alohida vazifalar yuklatildi. Bugungi ko'rsatuvimizda Sergeli tumani soliq inspeksiyasi tomonidan aholi sharoitini yaxshilash, xususan ularni tadbirkorlikka yo'naltirish, yangi ish o'rinlari yaratish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar haqida mulohaza yuritamiz. Raqam va tahlillarga e'tibor qaratamiz. Sergeli tumani poytaxtimizdagi barcha sohalari birdek rivojlanib borayotgan, hududi tobora ko'rkam va obod manzilga aylanayotgan iqtisodiy salohiyatga ega hududlardan biri sanaladi. Keyingi yillarda tumanda sanoat, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish hamda servis sohalari jadal rivojlanib boryapti. Iqtisodiyotning izchil yuksalishi, aholi turmush darajasining yaxshilanib borishi, mahalliy soliq va boshqa tushumlarning o'z vaqtida byudjetga undirishi bilan chambarchas bog'liqdir. Shu jihatdan bu masala Sergeli tumani soliq inspeksiyasi tomonidan alohida e'tiborga olinib, bunda byudjet tushumlari va daromadlarini doimiy oshirib borish, tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Raqamlar tahliliga e'tibor qaratadigan bo'lsak, tumanda joriy yilning 6 oylik byudjet daromadlarini bajarish uchun prognoz rejasi 110 milliard 700 million so'm etib belgilangan bo'lib, amalda 127,9 milliard so'm yoki qo'shimcha 17 milliard 200 million so'mga bajarilishi ta'minlandi. Shuningdek, joriy yil 6 oy uchun mahalliy soliqlarni bajarish rejasi 53 milliard 300 million so'm miqdorida belgilangan bo'lib, ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida bu ko'rsatkich 77 milliard 400 million so'mga yoki 145% ga ortig'i bilan bajarildi. Yana bir muhim masala 2026-yilning 6 oyi davomida norasmiy ravishda ishlayotgan 1894 nafar fuqarolar rasmiy sektorga o'tkazildi. Ayni paytda tumanda 11039 ta tadbirkorlik subyektlari faoliyat ko'rsatmoqda. Joriy yil boshidan 507 ta yangi yuridik shaxslar ro'yxatdan o'tgan. Sergeli tuman soliq inspeksiyasi tomonidan tumandagi ishlar soliqchi ko'makchi va tekshiruvdan servisga tamoyili asosida xizmat ko'rsatish asosiy vazifa sifatida belgilab olganmiz. Sergeli tumanida hozirgi kunda 11 mingdan oshiq tadbirkorlik subyektlari mavjud bo'lib, shu tadbirkorlik subyektlari bilan muntazam ravishda ishlab kelinmoqda. Ularga amaliy yordam, ko'maklar berib kelinmoqda. Bu tadbirkorlik subyektlarini har birini o'sha sohalar kesimida ajratib, har birini ichiga kirib borishgacha harakat qilinmoqda. Shu soliq inspeksiyasi xodimlari tomonidan shu ichiga kirib borganda har biri bilan suhbatlar o'tkazilib, ularni muammolarini o'rganish, muammolarini hal qilish, shu muammolarni hal qilish orqali soliq tushumlarini, soliq bazasini kengaytirish ishlari olib borilmoqda. Tuman soliq inspeksiyasiga 2026-yil uchun 205 milliard prognoz rejasi belgilangan bo'lib, 6 oy mobaynida bu prognoz rejasi 127 milliard 900 ga, ya'ni 62,4% ga bajarildi. Bu prognoz rejasini shunaqa maqsad qilib olganmiz. Tushumlarimizni o'sish sur'ati o'tgan yilga nisbatan 118% ga o'sdi. Bundan tashqari yashirin iqtisodiyot borasida ham bizda ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Masalan, bu yilda shu korxonalarga kirib, balki ularni jazolamasdan turib, to'g'ri tushuntirishlar natijasida joriy yil 6 oy davomida 1894 nafar norasmiy ishlayotgan xodimlar korxonalarga rasmiylashtirilib, ularni daromad solig'i to'lovchisi sifatida ro'yxatdan o'tkazildi. Tadbirlar amalga oshirishimiz natijasida korxonalarimizning tovar aylanmasi o'tgan yilga nisbatan 1,2 baravariga o'sdi. Bundan tashqari bu yashirin iqtisodiyot bo'yicha biz o'zimizga tumanda chora tadbirlar belgilab olganmiz. 56 ta yo'nalishda ishlarni amalga oshiryapmiz.
hurmatli prezidentimiz Sergeli tumaniga tashrif buyurib, Sergeli tumaniga shu obodonlashtirish, yangi obyektlar bilan tanishib, Sergeli tumanida har bir tashkilotga topshiriqlar berib ketdilar. Sergeli tuman soliq inspeksiyasiga ham topshiriqlar berdilar. Shu topshiriqlar asosida biz hozirgi kunda chora-tadbirlar ishlab chiqib, bajarish bo'yicha ishlarni amalga oshiryapmiz. Jumladan shu tadbirkorlik subyektlariga ko'maklashish, yangi ish o'rinlarini yaratish, ya'ni undan tashqari o'sha yangi tadbirkorlik subyektlarini tashkil etishga ko'maklashish. Shu hududimizda o'tgan metro liniyani tagida tashkil etilgan savdo rastalari, savdo do'konlaridagi tadbirkorlarga ko'mak berib, shu tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishiga ko'mak berish bo'yicha topshiriqlar berdilar. Shu topshiriqlarning hammasini belgilangan muddatlarda bajarib, shu soliq bazasini kengaytirish bo'yicha barcha choralarni ko'ramiz. Joriy yilning 4-iyul kuni davlatimiz rahbari Sergeli tumaniga tashrif buyurib, olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari va amalga oshirilayotgan loyihalar bilan tanishdi. Tashrif davomida tumanning o'zgarish mahallasida bo'lib, hududdagi islohotlar bilan tanishdi. Mahalla yettiligi va aholi bilan bevosita muloqot qildi. Darhaqiqat bugunga kelib, o'zgarish mahallasida chin ma'noda o'zgarish yuzaga keldi. Hudud toza va orasta, kishi havasini keltiradigan darajada obod manzilga aylangan. Mahallaning kirish qismidan to mahalla fuqarolar yig'ini binosigacha bo'lgan hududda aholi uchun barcha zarur shart-sharoit yaratilgan. Muhtaram prezidentimiz mahallamizga tashrif buyurganda biz juda ham bag'oyat xursandmiz, xalqimiz ham xursand, juda ham mana shu mahallamizni jannat makonga aylantirib bergani uchun biz shukrona aytamiz. Mahallamizda 1620 ta xonadon, 6700 ta aholi, 2071 ta oila mavjud bizda istiqomat qiladi. Fuqarolarimiz hozir juda ham xursand. Bizda mana shu infratuzilmalarimiz juda ham tez jadallik bilan rivojlanib ketgani sababli bizda ishsizlar ham yo'q hozir. Tadbirkorlik subyektlarimiz yana ham kengayib ketdi. Tadbirkorlarimiz ko'paygandan keyin bizda ishsizlar yo'q bo'ldi. Bizda ko'proq mahallamizda targ'ibot. Biz mana nuroniylarimiz ham o'zi targ'ibotchi. Ko'proq targ'ibot ishlarini olib boramiz. Hozir mana hurmatli prezidentimizga yana ham so'z beramiz. Bu bog'ni yana ko'p qilib daraxtlar ekishga, yana gullar ekishga, keyin yana boshqa joylarimizni ham yana ham rivojlantirishga, yana ham tadbirkorlik subyektlarini ochishga harakat qilamiz. Biz hozir mana uylarimizni pastki qavatlarda birinchi etajda tashlandiq joylarimiz bor edi, ozgina qaralmagan joyimiz bor edi. O'sha joylarimizni hozir 13 ta joyimizni remont qilib, 24 ta ish o'rni ochdik. 24 ta domimiz chiqdi Obod mahalla dasturidan. Bu yoqda 21 ta uyimiz mana davom etyapti. Bu yoqda ham tikuvchiligimiz bor, atelemotimiz bor, sartaroshimiz bor, dala do'konlarimiz bor ikkitadan. Hammasi ish o'rni qilib bo'lgan edim bu tarafimizda. Yana ham ularga chiroyli qilib, mukammal remont qilib bersak, yana ham go'zal bo'ladi mahallamiz. Bugun mahallada xizmat ko'rsatish va servis sohalari jadal rivojlanib boryapti. Ayni paytda bu yerda 92 ta yuridik shaxslar, 211 ta yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyat yuritmoqda. Mahalla hududida 1609 ta mol-mulk va yer solig'i to'lovchilari mavjud. Aynan mahalladagi soliq inspektori sa'y-harakati bilan joriy yilning 6 oyi davomida 2 milliard so'mdan ziyod mablag'lar davlat byudjetiga undirilishi ta'minlandi. Ahamiyatlisi, mahalla hududida qulay ishbilarmonlik muhiti yaratilganidan so'ng tadbirkorlar soni tobora ortib boryapti. Aslida mana shu mahallada faoliyat ko'rsatganingiz qancha bo'ldi va taassurotlar qanaqa? Mahallada 2 yildan beri ishlayman. Taassurot mana o'zi ko'rinib turibdi. Mahallamiz, o'zgarish mahallamizda asosiy e'tibor, misol uchun mana metro osti do'konlar xos paydo bo'ldi. Yaqinda muhtaram prezidentimiz tashrif buyurdilar. Bu bizga juda katta bir motivatsiya bo'ldi. Sen bo'ladi, chunki bizga juda ko'p yengilliklar yaratib berdilar. Mahallada ishlash tizimi yo'lga qo'yilib, demak har bir mahallada soliq inspektori faoliyati lavozimi joriy qilindi. Ya'ni bu bevosita xalq bilan ishlash. Yettilik bilan ishlash jarayonida asosiy e'tibor nimalarga qaratyapsiz? Demak, bu tan olish kerak, yillar davomida shu fuqarolarning mol-mulk yer solig'idan qarzdorligi oshardi, ko'p bo'lardi. Bugun tushuntirish targ'ibotlardan keyin qanday natijalar bo'lyapti? Bugungi kunda targ'ibot ishlardan keyin har bir yettilik bilan masal bizga har bir xonadongacha yetib bordi. Xonadonbay bo'ldi. Oldin to'lanmay kelayotgan, sababini bilmagan fuqarolar bor edi. Ularga yetkazib berdik. Bugungi kunda tushumimiz
62,7% ga oshdi. Qatlov o'tkazdik biz. 7 har biri xonadon yurib, fuqarolarning holati o'rganildi. Unda sharoiti qanaqalik, sharoitdan kelib chiqib sharoit o'rganildi. Ichida kam ta'minlanganlari bor edi, ishsizlar bor edi. Muhtaram prezidentimiz qat'iy soliq bor edi bizda, majburiy to'lov edi. Shuni bekor qilib, tadbirkorlarga yengillik bo'lsin 1% tushirib berdilar. Buning natijasida 22 ta fuqaro o'z tadbirkorlik sifatida ro'yxatdan o'tdi. Buning natija Buning natijasida 32,300,000 qo'shimcha manba hosil bo'ldi bizga, byudjet tushumimizga. Tadbirkorlar juda mamnun hozir. Chunki soliq tushumlarini, to'lovlaridan qiynalmayapti. O'z vaqtida hamma narsa o'z vaqtida to'lab, muammosi joyida hal etilyapti. Misol uchun tadbirkorlik oldin yagona davlat xizmatlar markaziga borardi, tadbirkorlik ochish uchun, undan chiqib soliqqa o'tardi. Hozir hech qayerga bormaydi. Faqat keladi, telefon onlayn o'zida davlat ro'yxatidan o'tyapti, o'zimiz band qiladi yoki yaktar tadbirkorlik ochadi, ishlayveradi. Onlinkdagi soliqqa bor, davlat xizmatlariga bor, hokimiyatga bor, hech qayerga bormaydi. Joyida hal bo'lyapti muammolar. Tafsongarchilik yo'q. Tafsongarchilik bo'lgani yo'q. Yana bitta omil mana shu tadbirkor bo'lish istagida bo'lgan fuqarolarning bugun ko'paydi. Chunki imtiyoz bor, imkoniyat bor. Tadbirkor bo'lsa daromad oladi. Shu nuqtai nazardan endi tadbirkor bo'lishda asosiy omillar, ya'ni ularga bo'ladigan yordam bu bankdan ajratilgan imtiyozli kreditlar. Mahalladagi hokim yordamchisi bilan birgalikda shu masala yechilyaptimi? Mahallada hokim yordamchisi bor, bizga biriktirilgan Sanoat bank xodimi bor. Birgalikda tadbirkorga qanday yengillik bo'lsa, u ajratilyapti. Misol uchun mana bizga marojniy apparat ochildi, muzqaymoq. Tadbirkor puli yo'q edi. Hokim yordamchisi bank xodimi birgalikda imtiyozli kredit olib, 10 million so'm kredit olib berib, marojniy frezer olib berib ish boshlagan ular. Mana shu, muzqaymoq marojniy apparati. Agar qarang, oddiy misol bittasi bu. O'sha deylik, o'sha hokim yordamchisi mahalladagi bank xodimi siz tomoningizdan fuqaroga amaliy yordam ko'rsatilmasa, fuqaro tadbirkorligi boshlanmaydi. Bunaqa ishni boshlanmaydi. Hozir daromadi yaxshi. Daromadi yaxshi, u mamnun hozir. Mana prezidentimiz kelib ketganlaridan keyin albatta katta rejalar bo'ldi, vazifalar berib ketdilar. Soliq bazasi bo'yicha soliq tushumini oshirish, fuqarolarga yordam berish, yosh kattalar bor, ularni xonadoniga chiqib, o'rganib vaziyatini, imtiyoz bor yosh kattalarga, imtiyozlar ochilib ketganlarini joyida imtiyozlarni kiritib, soliqdan ligotalarni qo'llanib berilyapti ularga. Bizdan uzoqlashmang, Toshkentda qoling. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Boyarskiy servilati narxi shunchalik adolatliki, barchani mehmon qilaverasiz. Parvoz adolatli narx. Birga xuddi bir inson bu 34 yillik yo'l 11 qahramon maydonda 12-si bu sen, bu men, bu biz birga o'yindamiz. Merhaba, bugün Türkçe sosiskali pide tayyorlaymiz. Bizga yumshoq xamir, toza pomidorlar, aromali pishloq va sutli sosiskalar kerak. Sutli, mayin va sersutdan beradi. Pishirmasdan ham yesa bo'ladimi? Albatta. Rozmetovdan sutli, kadokdan iste'molga tayyor. Eshikni oching. Salom. Xush kelibsiz. Laysiz futbol yo'q. Dada, Andalus nima degani? Andalus bu sifatga e'tibor berish degani. Va albatta, yaqinlarga g'amxo'r bo'lish degani. Andalus halol hayot tarafdorlariga. Rozmetov, oilamizdan oilangizga. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Prezidentimiz tumanga tashrifi chog'ida Sergelida metro liniyasining yana 8,5 kilometr qismida tadbirkorlar uchun qurilish ishlari yakuniga yetkazilsa, 137 ta savdo servis obyekti, 1,5 mingta ish o'rinlari yaratilishi bo'yicha tuman byudjetiga 25 milliard so'm miqdorida qo'shimcha tushum bo'lishini alohida ta'kidlagan edi. Darhaqiqat bu yerda bu kabi ishlar jadal davom etyapti. Qolaversa, yer ustidan o'tgan metro yo'nalishi ostida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar ham samarali faoliyat olib borishmoqda. Ko'p tarmoqli yo'nalish, xususan bosma nashriyot hamda kitob savdosi bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat o'z faoliyatini 2020-yilda boshlagan bo'lib, jamiyat tasarrufida respublika miqyosida 31 ta kitob do'konlari mavjud. Asosiysi, tadbirkorlik subyekti tomonidan shu kungacha 200 nafardan ziyod ish o'rinlari yaratilgan. Yaqinda jamiyat tomonidan Sergeli metro yo'nalishi ostida yana bitta kitob do'koni tashkil etildi.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtiring. Familiyam Haydarov, ismim Noriyigit. Noriyigit aka shu mahallada ishlaysizmi? Xuddi shunday. Bu Sergelidagi, ayniqsa mana shu mahalladagi o'zgarishlardan xursandmisiz? Albatta juda xursandman. Juda o'zgarishlar juda katta bo'lib ketdi. Quvnaydi mana shu kitob do'koniga kirib, farzandlarim uchun, o'zim uchun kitob xarid qildim. Oldin shu shahar markaziga borib, shu kitoblarni xarid qilardik. Prezidentimiz yaqinda shu mahallaga tashrif buyurdi, xabaringiz bor? Xabarim bor, ha. Katta o'zgarish sabab bo'ldi. Albatta, albatta. Metroni kelishi o'zi bitta katta tarixiy voqelik bo'lsa, ana shu tashriflarda prezidentimiz aytdilarki, shu metroni tag qismini ham sharoit yaratish, tadbirkorlarga berish, ish o'rinlari yaratish dedi. Mana shuni tasavvur qilganmiz, shunaqa bo'larmidi? Tasavvur qilish qiyinroq deb o'ylayman. O'zim ancha yildan beri mana shu tumanda yashayman. Oldin mana shahar markaziga borish uchun, transportda yurish uchun kamida 1 soat vaqt ketardi avtobusda. Tirbandlik. Hozir xalqlar do'stligiga 15-20 minut yetib borasiz. Birpas yetib borasiz. Mana yaqin yillargacha mana shu metro kelmasdan burun Sergelida qurilish, bunyodkorlik amalga oshirilmasa bu Sergeli tumani ko'pchilik kelmasdi o'zi. To'g'ri, albatta. Shunaqa joyda. Taksilar ham kelmas. Taksilar ham kelmas. Soat 10 dan keyin umuman yo'q yoqqa bormayman derdi. O'rnalarda. Tomonga borish xohlamas. O'zgarishlar aholi mamnun, mamnun albatta. Ziyodulla, mana kitob do'koningizga keldik, tanishdik, siz bilan suhbatlashdik. Bilishimizcha, sizlarning mas'uliyat cheklangan jamoat ko'p tarmoqli ekan. Qachon tashkil bo'lgan? Qaysi tarmoqlarda ko'proq faoliyat yuritasizlar? Avvalo assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamidullo aka, xush kelibsizlar do'konimizga. Biz Sarmoya Books mas'uliyati cheklangan jamiyati 2020-yil tashkil topgan. 6 yil o'tdi. Xudo xolasa shu 6 yildan beri xizmat qilib kelyapmiz xalqimizga. Bu Sarmoya Books mas'uliyati cheklangan jamiyati ko'p tarmoqli hisoblanadi. Buni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bizda ishlab chiqarish, kitob ishlab chiqarish nashriyotlarimiz bor. Hozirgi kunda shu kungadir Xudo xolasa mana 31-filialda ochdik. Sergeli tumanida odamda gavjumlik holati, ayniqsa shunga alohida e'tibor berishimiz kerakki, yosh oilalar ko'p bu yerda. Yoshlar ko'p. Shu yoshlar ko'pligi munosabati bilan biz shu ilmni, ayniqsa bolalar adabiyotini ko'paytirishga harakatini qilyapmiz. Targ'ibot qilyapmiz. Xudo xolasa endi bu yerda juda aholi mamnun. Juda go'zal, xursand bo'lyapti. Mana obod bo'lganiga, prezidentimiz shaxsan o'zlari tashrif buyurganiga bu aholidan juda katta, misol uchun duo qilishyapti, minnatdor bo'lishyapti. Sergeli tumani soliq inspeksiyasi tomonidan shu kunning dolzarb masalasi yashirin iqtisodiyotning oldini olish, uning darajasini qisqartirish borasida ham zarur choralar ko'rilyapti. Bu borada mamlakatimiz prezidentining 2025-yil 10-dekabrdagi naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni hamda 12-avgust kungi yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun qulay shart-sharoit yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori dasturul amal bo'lib xizmat qilmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Yashirin iqtisodiyot ko'lamini qisqartirishga doir dolzarb vazifalar asosan bozor va savdo komplekslari hududlarida o'rganilyapti. Bu borada Sergeli tumani davlat organlari hamda soliq inspeksiyasi tomonidan zarur choralar ko'rilib, asosiy e'tibor tadbirkorlik subyektlari o'rtasida tushuntirish va targ'ibot ishlariga qaratilmoqda. Sergeli dehqon bozorida ancha o'zgarish bo'ldi. Oldin to'g'ri sharoitli bo'lmagan, endi sharoitli yaxshi bo'ldi. Salqin bozor, suv bor, savdolar yaxshi. Ilgari sal pastroq bo'lgandi, endi odam ko'paydi. Aholi ko'paydi-yu bozorda. Ko'chada savdo qilganman, yarmarkalarda. Bu yerda endi pirlavkalarga joylashdik. Xaridorlar xohlagan, xolisi naqd beradi, xolisi klik. Telefondan ham o'tkazadigan qilib qo'yganmiz-da. Да, есть. Вот. Какой цену? 10 тысяч пачка. 10 тысяч? А зондринг? Пара 15. Пара 15? Сколько, 2? Да. Yok.
Проходите. Klient qochirmaymiz. To'g'ri kelsa berib yuboramiz. Yo'q demaymiz. Olib qolgandan ko'ra. Yaxshi bozorlar, yaxshi Xudoga shukr, ancha o'zgarishlar bo'ldi. Sergeli dehqon bozori aksiyadorlik jamiyatida 466 ta rasta mavjud bo'lib, turg'un savdo do'konlari 42 tani tashkil etadi. Savdo tushumlari naqd pulsiz undirilishini ta'minlash maqsadida raqamlashtirish tizimiga o'tilganidan so'ng bu yerda tushumlar miqdorida sezilarli darajada o'sish yuzaga keldi. Jumladan raqamlashtirishdan oldin tushum miqdori 411 million so'm bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda bu 576 million so'm miqdorida mablag'ni tashkil etmoqda. Bu o'z o'rnida davlat byudjetini tushumlar bilan boyitishga xizmat qilyapti. Bozorimizda sharoit tubdan o'zgardi. Qurilishdan keyin har bir rastamiz raqamlashtirildi. Bizda asosan 436 ta rasta mavjud. Undan hammasi QR-kod orqali hamma to'lov usullari yengillashtirildi. Bozorda raqamlashtirishdan avvalgi holati kunlik 11 milliondan 14 milliongacha edi. Raqamlashtirilgandan keyin bozorga kunlik tushumi 19 milliondan 21 million hisobida ancha o'sish ko'zda tashlandi. Raqamlashtirishdan oldin to'lovlarda bizda muammo bor edi. Chek apparatlari, shunday soliqdan muammolar bor edi. Hozir raqamlashtirgandan keyin aholiga tushuncha mavjud bo'ldi. Hamma asosan to'lovlar QR-kod asosida to'lovlar amalga oshirilyapti. Avvallari shu to'lovlar bank orqali yoki to'lov tizimi telefon orqali qilinmas edi. Naqd pul edi, hozir naqd pulsiz shaklda ham to'lovlar amalga oshirilyapti. Tuman soliq organ xodimlari bilan hamkorlikda ishlab kelamiz. Soliq organlari xodimlari Paint Hols ilovalarini yuklash, to'lovlar tizimini yaqindan o'rganishga yordam berib kelishmoqda. 2026-yil 1-fevraldan boshlab Sitosan markazimiz ishga tushirildi. U bizda hamma to'lov tizimlarini onlayn ko'rishda yordam beradi. Yashirin iqtisodiyotni oldin olishga ham juda katta yordam berib kelmoqda. Hozir to'lovlar bo'yicha hamma tizim elektron tizimga o'tgandan keyin to'lov tizimi 80-90% yaxshilandi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bizda hozir asosiy masalamiz yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish bo'lib kelmoqda. Sitosan markaz ishga tushirilgandan keyin bu tizimda bizga ancha yaqinda yordam berib kelishyapti. To'lovlarimiz 80-90% yaxshilandi desak to'g'ri keladi. Ayni paytda Sergeli tumanida 11039 ta tadbirkorlik subyektlari faoliyat ko'rsatmoqda. Asosan kabel va kabel o'tkazgich mahsulotlari ishlab chiqarishga mo'ljallangan mana bu korxona o'z faoliyatini 2012-yilda boshlagan. 3000 turdan ortiq mahsulotlar ishlab chiqarishga mo'ljallangan korxonada 1000 nafarga yaqin ishchilar faoliyat yuritishmoqda. Eng asosiysi, korxonada ishlab chiqarilayotgan kabel mahsulotlari rivojlangan xorijiy davlatlarga eksport qilinadi. Tuman soliq inspeksiyasi xodimlari barcha tadbirkorlik subyektlari qatori ushbu korxonaga ham tez-tez tashrif buyurib, tadbirkorlar bilan suhbatlashib, davlatimiz tomonidan berilayotgan imtiyoz va imkoniyatlar bo'yicha targ'ibot ishlarini olib borishadi. Ushbu korxonamiz 2012-yildan beri faoliyat yuritib keladi. Korxonamizda 3000 xildan ortiq kabel va o'tkazgichlar turlarini ishlab chiqaramiz. Asosan ishlab chiqargan mahsulotlarimizni eksportga yo'naltirib kelyapmiz. Korxonamizda oxirgi rusumdagi texnologiyalar o'rnatilgan. Asosan Germaniya, Turkiya va Xitoyda ishlab chiqarilgan texnologiyalar o'rnatilgan. Hozirda korxonamiz to'liq quvvat bilan ishlab kelmoqda. 1000 tadan ortiq ish o'rni yaratilgan bu yerda. Korxonamiz mahalliy hokimiyat organlari bilan, soliq organlari bilan hamkorlikda ish olib borishadi. Biz ishlab chiqaruvchilarga, tadbirkorlarga yurtimizda yaratib berayotgan sharoit sababli korxonalar mana to'liq quvvat bilan ishlab kelmoqda. Muammolar sekin-sekin bartaraf etilmoqda. Bizga prezidentimiz yaratib bergan shart-sharoitlar sababli ishlab chiqaruvchilar, tadbirkorlar mana qiylanmasdan faoliyat olib boryapti. Qadrli muxlislar, siz Toshkent telekanalining teletahlil ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Ko'rsatuvimiz davomida mamlakatimiz poytaxti Toshkent shahrining
Sergeli tumanida aholi turmush farovonligini yuksaltirish, yangi ish o'rinlari yaratish, tadbirkor bo'lish istagida bo'lgan fuqarolarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida, xususan tuman soliq inspeksiyasi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarni raqam va tahlillar asosida mulohazaga yo'naltirdik. Demak, xulosa o'rinda ta'kidlaydigan bo'lsak, bu kabi ko'rilayotgan chora-tadbirlar Sergeli tumani iqtisodini yuksaltirishga qolaversa, tumandagi aholini yanada farovonligini ta'minlashga xizmat qilishi shubhasizdir. Shu o'rinda sizlar bilan kelgusi dasturlargacha xayrlashib qolamiz. Eslatib o'taman, teletahlil ko'rsatuvini seshanba kunlar soat 21:00 dan boshlab tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling.